Moliyaviy muammolar, oilaviy nizolar, shantaj holatlari, shartnomadagi muammoli vaziyatlar, mijozlar bilan bo'layotgan munosabatlardagi muammoli holatlar va bu vaziyatlar borib sudgacha taqalyaptimi? Yoki oilalarning parchalanishligi yoki bo'lmasam deylik oiladagi insonlarni, ba'zi bir insonlarni bir-biri bilan kelishmovchilik holatlari, mulk kelishmovchiliklar paydo bo'lyaptimi? Siz mana shu muammolarni hal qilishlik uchun turli yuristlarga, advokatlarga murojaat qilyapsiz, ammo narxlar juda balandlik qilyapti. Hurmatli do'stlar, sizlar uchun Yurist AI sistemasi ishga tushirildi. Endi siz bemalol Telegramingiz orqali Yurist AI botiga kirasiz va u yerdagi kerakli bandlarni to'ldirgan holatda o'z muammoingizga yechim olishingiz mumkin bo'ladi. Sizga ikki xil yo'l bilan xizmat qilinadi. Birinchisi, O'zbekiston qonunchiligiga mo'ljallangan moslashtirilgan AI sistemasi, ya'ni sun'iy intellekt sistemasi sizga xizmat qiladi yoki malakali xalqaro toifali mutaxassislarimiz juda ham arzon narxlarga sizga xizmat qilishadi. Sog'lom bo'linglar, Yurist AI sistemasi xalqimizning yangi umidi.